Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'smirlar 17 jahon chempionati 3-tur doirasida O'zbekiston Panamani 6-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Birinchi bo'limda jamoalar ehtiyotkorlik bilan o'ynadi, lekin ikkinchi bo'lim boshlanishi bilan vaziyat butunlay o'zgardi. 46-daqiqada Abu Bakr Shukurlayevning aniq zarbasi hisobni ochdi 1-0. Oradan 6 daqiqa o'tib, Sadriddin Hasanov raqib darvozasini aniq nishonga oldi. Bu goldan keyin o'zbek yoshlari butunlay ustunlikni qo'lga oldi. 67-daqiqada Sayfiddin Sodiqovning zarbasi 3-golga aylandi 3-0. Oxirgi daqiqalarda esa jamoamiz to'xtamadi. Jamshidbek Rustamov 91-daqiqada, Aslbek Aliyev 91-5-daqiqada va Abdusamad Saidov 98-daqiqada gol urib, natijani 6-0 qilib qo'yishdi. Faqat o'yinning so'nggi lahzalarida panamalik Josef Pachiko bir tasalli golni urdi 6-1. Yakuniy hisob O'zbekiston Panama 6-1. Bu g'alaba bilan O'zbekiston yoshlari nafaqat muxlislarni xursand qildi, balki guruhdagi eng yorqin o'yinlardan birini namoyish etdi. Inter, Manchester City, Zenit klublari va Italiya milliy jamoasining sobiq ustozi Roberto Mancini Assatni boshqaradi. Insider Fabrizio Romano yozishicha, 60 yoshli mutaxassis Qatar klubining taklifiga rozilik bergan. Kelishuvda Mancinining 2026-yil yozida jamoani tark etish huquqiga ega bo'lishi ko'rsatiladi. Assat Qatar Yulduzlar Ligasida 9 ta o'yindan so'ng 6-o'rinni egallab turibdi. Italiyalik murabbiyning so'nggi ish joyi Saudiya Arabistoni milliy jamoasi bo'lgan edi. U arablarni 2023-yil avgustdan 2024-yil oktyabrgacha boshqarib, 18 o'yinda 7 g'alaba qayd etgan. Real Madrid o'zining yulduz hujumchisi Vinicius Junior bilan xayrlashishga tayyor. Insider Sacha Tavalerining so'zlariga ko'ra, qirollik klubi allaqachon braziliyalik uchun narx belgilashgan. Agar 25 yoshli futbolchi uchun 150 million yevrolik taklif tushsa, Real Viniciusni sotishga tayyor. Vinicius keyingi mavsumda Realda bo'lmaydi. Klub Vinicius va bosh murabbiy Xabi Alonso o'rtasidagi kelishmovchiliklar tufayli futbolchi bilan xayrlashishga tayyor. U tez-tez braziliyalikni zaxirada qoldirib ketmoqda. Real Madrid Viniciusni 2018-yilda Flamingodan 45 million yevro evaziga sotib olgandi. O'zbekiston terma jamoasi sobiq ustozi Timur Kapadze faoliyatini xorijda davom ettirishi mumkin. Chempionat Aziya sayti ma'lumotlariga ko'ra, 44 yoshli mutaxassis Indoneziya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylanishga yaqin. Avvalroq Kapadze milliy jamoa yordamchi murabbiy lavozimidan ketgan va muxlislarga rahmat aytgan edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11-noyabr kuni yangi Toshkentda qiymati 100 million dollarlik bo'lgan yirik sport inshooti zamonaviy futbol stadioni qurilishiga tamal toshi qo'yish marosimida ishtirok etdi. Yangi Toshkent stadioni FIFAning barcha talablariga mos ravishda barpo etiladi hamda Osiyodagi eng yirik va zamonaviy infratuzilmaga ega bo'lgan futbol maydonlaridan biri bo'ladi. Bu inshoot nafaqat 2027-yilgi 20 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi jahon chempionati uchun, balki butun o'zbek futboli va yoshlar sportining kelgusi 10 yillik rivoji uchun xizmat qilishi ta'kidlandi. Saudiya Arabistonining Al-Ittihod klubi Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschampsni kelgusi bosh murabbiy sifatida ko'rishni rejalashtirmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, fransuz mutaxassis jamoadagi hamyurtlari Karim Benzema va N'Golo Kante bilan yana bir jamoada ishlashi mumkin bo'ladi. Ammo 57 yoshli Deshamps hozircha o'z kelajagi haqida qaror qabul qilmagan va bu masala bo'yicha faqat 2026-yilgi jahon chempionatidan keyin qaror chiqarishini ma'lum qilgan. Fransiyaning PSG klubi Barselonaning 18 yoshli vingeri Lamine Yamalga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Goal.com va jurnalist Roman Malinaning ma'lumotlariga ko'ra, parijliklar rekord darajadagi transfer amalga oshirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Yamalning kataloniyaliklar bilan tuzgan shartnomasi 2031-yilgacha amal qiladi va unda 1 milliard dollarlik kompensatsiya miqdori ko'rsatilgan. Shuningdek, xabarlarga ko'ra, PSG bu summani to'liq to'lamasa ham 2017-yilda Neymar uchun to'langan 222 million dollarlik jahon rekordini yangilanishi mumkin bo'lgan taklif tayyorlamoqda. Manbalarning yozishicha, parijliklar Yamalning ehtimoliy transferi bo'yicha dastlabki muzokaralarni o'tkazgan. Ammo klub rasmiylari hozircha rasmiy taklif berilmaganini ma'lum qilgan. Ehtimoliy kelishuv qiymati 277 million dollarga yetishi mumkin. Joriy mavsumda Lamine Yamal
Barselona safida 5 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol va 3 ta assist muallifi bo'lgan. Milan rahbariyati tajribali xorvatiyalik yarim himoyachi Luka Modric bilan yangi shartnoma imzolamoqchi. Gazzetta dello Sport nashri yozishicha, rossiyalik 40 yoshli futbolchi uchun amaldagi bitimni yana bir mavsumga uzaytirish niyatida. Eslatib o'tamiz, Modric 2025-yil yozida Real Madridni erkin agent sifatida tark etib, Milan safiga qo'shilgan edi. U bungacha uzoq yillar davomida madridliklar sharafini himoya qilgan. Shuningdek, Tottenham va Dinamo Zagreb jamoalarida ham o'ynagan. Joriy mavsumda Luka Modric Italiya chempionati doirasida Milan tarkibida 11 ta uchrashuvda maydonga tushib, bitta gol urdi va 2 ta golli uzatma amalga oshirdi. Robert Lewandowski Barselonani tark etish niyatida emas va jamoa bilan shartnomasini uzaytirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Sport.es xabar berdi. Manbaga ko'ra, futbolchi va uning oilasi Barselonadagi hayotga to'liq moslashgan hamda shaharda o'zlarini qulay his qilishadi. Saudiya Arabistonidan foydali takliflar borligiga qaramay, Robertga Osiyoga ketish yoqmayapti. Lewandowskining shartnomasi 2026-yil yozigacha amal qiladi. Polshalik hujumchi klubda kamida yana bir mavsum o'tkazish mumkinligiga ishonadi va agar kerak bo'lsa, hatto kamroq o'yin vaqti bilan ham zaxira futbolchisi bo'lishiga tayyor. Agar Barselona rahbariyati shartnomani uzaytirmaslikka qaror qilsa, Lewandowski faoliyatini yakunlash variantlarini ko'rib chiqishi mumkin. Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadigan 2026-yilgi jahon chempioni uning uchun oxirgisi bo'lishini aytdi. Keyingi jahon chempionati men uchun oxirgisi bo'ladimi? Albatta, bu haqiqat, chunki men 41 yoshga to'laman. Avval aytganimdek, bu lahzalardan zavqlanyapman, dedi Ronaldo. Cristiano Ronaldo 2003-yilning avgustidan beri Portugaliya terma jamoasida o'ynab kelmoqda. U terma jamoa safida jami 225 ta o'yin o'tkazib, 143 ta gol va 46 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Qarshi klubi rahbariyati jamoa Superliga 2025 bahslarini qay o'rinda yakunlashdan qat'iy nazar tarkibda jiddiy o'zgarishlarga qo'l urishga qaror qilgan. Klub tarkibdagi barcha legionerlar bilan xayrlashmoqchi. Dragan Cheran, Aleksandr Varobi, Igor Golban, Stevan Cholovich mavsum yakunida klubni tark etishi deyarli aniq. Ular bilan kelishuv uzaytirilmaydi. Shuningdek, ikkinchi davra oldidan amalga oshirilgan Yusuf Otibanjo, Adnis Shala va Kingsley Sokare transferlari ham o'zini oqlamagani sababli Nasaf bu o'yinchilar bilan ham kelishuvni bekor qilish masalasini ko'rib chiqmoqchi. Ayniqsa nigeriyalik tayanch yarim himoyachisi Ajdarlar bilan 1 yillik shartnoma tuzgan bo'lsa-da, jarohat sababli Qarshi klubi safida maydonga tushgani yo'q. Avvalroq Nasaf a'zolari Sherzod Nasrullayev va Oyib Bozorovlar Paxtakor bilan deyarli kelishuvga erishgani va 2025-yil yakunida erkin agent sifatida Toshkent klubiga ko'chib o'tishi haqida xabar qilingandi. Ma'lumot uchun, Nasaf Superligada ketma-ket 3 o'yinda muhim ochkolarni yo'qotib, 2-o'rinda bormoqda va chempionlik uchun kurashda Neftchiga imkoniyatni deyarli qo'ldan boy berdi. Elit Osiyo Chempionlar Ligasida esa 4 o'yinda ham mag'lubiyatga uchrab, turnir jadvalida so'nggi 12-o'rinda bormoqda.